Kvartirada turadigan qizlar hayoti qanaqa bo'ladi? Har kuni kimnidir mehmoni keladi. Zebo, sen mehmoningmi bu? Yo'q, Sevinch mehmoni bo'lsa kerak. Sevinch ham qizlar mehmoningmi? Yo'q, Zeboning mehmonidir. Bu joyda begona bo'lsang ham 5 kun yashab ketsang bo'ladi. Uborkada har doim kimdir uxlab qoladi. Aytib qo'y, tualetni men tozalamayman. Men ham tozalamayman. Unda kim tozalaydi? Uxlab qolish bu ishdan qutulish emas, qaytanga eng yomon ish sanga qoladi. Kech qolsang sanga ko'rpa yo'q. Kimdir uydan ko'rpa olib kelmagan, lekin o'sha kimligini hech kim bilmaydi. Bir kun ustingga kurtka, bir kun chochiq, bir kun korobka, bir kun stul yopib yotishingga to'g'ri kelishi mumkin. Qizlar ovqat qilaylik. Qornimiz to'q. Bo'pti, o'zimga qilaman. Qorningiz to'g'idi-ku. Voy, yaxshi shu tekasa kalti berib chiqaring kiraylik. Men sana kalt borni kutib o'tirdim. Kvartirada tursang ko'p ko'chada qolib ketasan. Qornim och qoldi. Menda strobar bor. Menga Hozir strobar kayfiyat qo'shadi aksiyasi ketyapti. Shartlari Reels ostida strobar deb yozish kerak. Strobar rasmiy Instagram sahifasiga obuna bo'lish kerak. Strobar mahsulotini iste'mol qilib, strobar profilini atmetga qilib stories qo'yish kerak. Izohlarda qancha ko'p strobar deb yozsa va qanchalik ko'p stories joylasa, shunchalik yetish imkoniyati oshadi. sovg'alarchi? MacBook, iPhone 16 Pro, Apple Watch, AirPods, Samsung planshet va strobar set. Ketdisi o'qib ketin tepada kutamiz. Aksiya 15-fevralgacha davom etadi. Qizli eshik ochiq ekan. Tak. Dada, sizga rahmat aytishga keldim. Nimaga rahmat aytmoqchisan menga? Meni to'yimni qilib berdingiz mana. Keliningiz bir og'iz aytdi, televizor olib berdingiz. Keliniz mashina olib beringlar dedi. Mashina olib berdingiz dada. Shuning uchun sizga mana keliniz telefon podarka qildi mana. Sizga berishimni aytdi. Mana Techno Spark 20s eng oxirgi model. Bacham, men seni 25 yil yemi yedirdim. İçmi içirdim. Endi shu xotining gapiga kirib men uydan quvmoqchimsanlar. Ha? Yo'q dada, siz shuncha yil men seni xotin qilib o'l deb katta qildimmi? Ha? Noto'g'ri tushundingiz meni. Seni xotining yaratmagan, men yaratganman. Tushundingmi? Endi meni shu uydan quvmoqchimisanlar? Yo'q, kelib turasiz-ya. Otani xor qilgan bu dunyoda xor bo'lib o'tib ketar. Senga oxirgi niyatim, oxirgi duom xotin qilib o'l. Tushundingmi? Ketdim men. Sog' bo'linglar. Hay, to'xtang dada. Ertalabgacha qoling, hozir kechasi qayerga borasiz? Men joy topaman. Sen xavotir olma. Tushundingmi? Qayerga borasiz hozir kechasi? Sen bilmagan onalaring bor. Shularga boraman. Qo'shing amak, qo'shing. Mol nima sotyapsiz o'zi? Men bu uchta molni qishga kiyintirishim kerak. Baraka unda. Baraka. Onam mening onam. Qayerga? Guliston Saxovat. Nechi kishilar? Bir kishiga pul beraman, bolalarim oldimda o'tiradi. Yo'yiba. Uyat emasmi amaki? Uyat emasmi? Yoshingizni qarang, nima qilyapsiz? Nima deyapsan? Skors qidiryapman. Yo. Skorismi? Bu yenangning uyi emas. Aytib qo'yay, ko'rganda senga javishma, ko'zingni o'yib olaman. Mana shu qiz tug'adi, javob. Ya, sen qaydan bilasan? Kalta kiyib olgan shamol edi-ku. Bicha kalta yo'q. Hey, asta, hey, hozir aytdim sharmandalarim bunlar senlari. Bunga qanday chiqadi endi, ya? Aya, bunga duosini o'qib chiqish kerak. Qarang. Tavba qildim. Hey, beparasatlar bunga oyoqni cheshib chiqardi qo'y. Tavba qildim. Voy. Aya, sekin tavba qiling. Tavba qildim. Qach. Bu narsalar yekimmi deyman? Hech kim pulni so'ramayapti. Hech kim pul so'ramayapti, boshim yevro Voy, otangni uyi, bu qarzinka, bu kassasi bor. Aya meni qistab ketdi. Qisib tur. Qizim, shularni hisoblab yuboring. 10 ta shokolad yebdilar. Manikidan hisoblang, bitta olmadim. Ana bitta olmadim. Chestniman. Aya bu katta-ku. Ha, hech nima qilmaydi. Zato 3-4 yil kiyasan. Men senga boshqa kurtka olib bermayman, bachcha. Aya meni qistab ketdi. Qisib tur. Ayajon. Ha, Jannat onalar oyoq ostida deyshadi. nima demoqchisan? Bitta oyoqchamga tufli olib bering. Tirjig'on. Men nima qilay qisib turaveraymi? Qisib tur dedim men senga.
Bor 500 so'm turadigan edi, bor. Asta. Ayajon bu saxovat deganlar katta joygina. Detskiy planshetkalari ham bor. Meni ham farzandlarim bo'larmikan, ularni aylantirish nasib qilarmikan? Hey, nimaga nami qilyapsan? Uylantirish vaqti kelmadimi, ayajonim? Uylantirish. Qistadimi? Yo'q. Bo'ldi, qo'yib yubordim. Men o'ylasharmanda, borishtoningni olmasdir, ey. Dadasi biz keldik, mana sizga kalish oldim. Shuncha bo'ldi, men boqdim, bitta kalish olib keldingmi? Yo'q, sizga yarim kilo choyanchi nos bilan bir pachka lezva oldik. Birga ishlatamiz, dada. Sani mo'yloving yo'q-ku. Lezvada faqat mo'ylov olmaydi-ku, dada. Marojniyingiz bormi? Siz uchun отдельный italyanskiy Andijon marojni bor. Bu marojni qalblarda sevgi olovlarini yondiradi. Mana o'sha sizni sevib qoldim bu marojni yeb. Ko'ryapsizmi? Men siz ham yeng. Meni sevib qolasiz. Qo'shiqchasi yo'qmi? Bir qo'shiqchi isdan chiqan-ku. Hozir men shu yerda kutib to'xtagan. Bu marojni pulini bermadi-ku. Jonibek! Boshliq. O't mashina olib chiq. Bittasi marojni o'g'irlab ketdi, pulini qaytarib olish kerak. Qochib ketmoqchi bo'ldingizmi? Yo'q, qochib ketmoqchi emasdim. Просто pulim yo'q edi. O'rniga nomerimni bersam bo'lmaydi. Nomeringizni men tilimni qisitmang. Pulni bering mendan. Pulni bering. Marojni yedingizmi, pulini bering-da. Hazırlashmang bilan, tushundingizmi? Ey, to'xtang. Mani mashinamga uncha-munchasi yetolmasdi. Siz qanday yetdingiz? Singlim, bu haval bu. Любой joyga yetadi, tushundingizmi? Hazırlashmang men bilan.